Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 11 ayning 27 kuni juma. Burungi o'xshashlamkin bugun sizlarga nazar ahvollarni deb deb chiqdim. Bugungi programma burungiga sal o'xshamaydi. Birdan lekin bilasizlar uni. Bugun asosligi ikki mazmun bor. Birinchisi Amerikaniki saylimi, ikkinchisi meni orqamdagi ma'vo logoniki ishi. Mushkish doğruluk so'zlab biraman. Hozir endi chet eldagi Uyg'ur qarindoshlarning ichida Amerikaniki saylamga ko'ngil bo'layotgan qarindoshlar yana nihoyat ko'p. Meniki shu yaqindan buyangi chiqarayotgan videolik programmamni ko'rdiganlar asosan shu bir cho'ng masliga ko'ngil bo'lib turib chiqayotganlar ko'p deb o'ylayman. Bu jihatda yana xo'sh xabar bor desak bo'ladi. Hazır gerçi bu medyaniki təşviqatlarda hər xil gap sözlər köp açlıq bolğan bilan əmli ahvalda bizni xoşal qıldığan yeni ilgirləşlər var. Endi mən hazır şundan düşünüb qiyman, dəstəvədə deydiğim bu qatam Amerikadakı saylam Donald Trump hökuməti, Donald Trump'niki məşhur Cumhuriyet Partiyasındakı adamları hər xil zoravalıq gücə duş gəldi. Onunki birincisi qara guruhlarınki zoravarlıq gücü. Bunu ehtimaslarımı anladığında Amerika'da bir qancha Antifa degandek təşkilatlar var. Muşanın həmisi Donald Trump'a qarşı işqi ötüb anladıkən bu qartalıklarınki cəni qimmatlik degandek təşkilatlar. Muşanın həmisi Donald Trump'a qarşı hərəkət ötüb bu qatımki şu saylam jarayonida. İkincisi fənni texnika şirkətlərindeki zoravarlıq gücü. Bunun da asasen Facebook, Twitter, Google deyimiz. Başta çoğun şirketlerin həmisi Donald Trump'a qarşı meydanını tutup, Donald Trump'a paydalıq nəslər olsa onu çıxarmay, tutup, Donald Trump'a ziyarlıq nəslər olsa onu çıxırıb hətta təşviq edib degəndək. Bu qıtımı saylamda acayip bir xil rollarını oynadı bula. Üçüncüsü, məmuri cəhətdəki zoravarlıq güc. Məmuri cəhətdən degan vaqtimizda sizlarga asoslıq bir tipik bir misali haqida burun Amerika prezident bo'lgan Kichik Bushni tilga mumkin. Kichik Bush o'zi Cumhuriyetçi partiyaniki a'zosi, ammo mushqatimqi saylamda uni Donald Trump'a qarshi yo'l tutib, Biden tarafida turib ish qildi. Bu faqat bir misol. Amaliyotda hozirgi Donald Trump'a qarshi kuchlarning ichida shu ma'muriy o'rindagi burun Amerikada o'qitgan odamlar ko'p. Mesela Kissinger mi var? Cumhuriyetçi Partiyanın içinde Colin Powell burun Kichik Bush'un vaxtida Amerikaga tashqi ishlar ministri bo'lgan qartallik. O mu var? Maşalarning hamisi Donald Trump'a qarshi. Endi jiq kuchlar var bu vaqtda. Hamisini deb kelsak hayron qolasizlar. Amerikaniki shtat boshlig'i mesela, ama Kaliforniyaning shtat boshlig'i Donald Trump'a qarshi. Bularning asosiy cho'ng bir alayiligi hamisi Xitoy bilan yaqin. Xitoyda iqtisodiy, savdo munosabat var bularniki Xitoydan foyda ko'rgan odamlar. Ondan keyin to'rtinchisi adliya sohasidagi zo'ravonlik kuch. Shu Amerikaniki adliya sohasida ishlagan kishilarning ichidagi zo'ravonlik kuch. Hozir bu yangidan pash bo'lyotdi, yangidan o'tirib chiqyotdi, ajoyib ig'ir ishlar bo'lyotdi Amerikada. Ondan keyin beshinchisi mediadagi zo'ravonlik kuch. Bunu bilsizlar, bu qatam Biden'ninki utqanligini media jakarladi. Hech qanday Amerikaniki qonunliq organi, hukumat tarmog'idagi qonunliq organlardan birisidagi Biden utdi deb e'lon qilgan yeri yo'q. Buni media e'lon qildi. Media e'lon qilib, ondan keyin Bidenni tabriklashlar, ishlar bo'lib ketdi. Yana boshqa ishlar bor, yaqinda bo'layotgan ishlar, masalan, necha kun oldida Donald Trump Biden hükümetinin hukuk o'tkazilish jarayonini boshlashiga yo'l qo'ydi. Asosligi nima desanglar, osh ishni qilishga pul ajratadigan o'rinniki boshlig'i bir ayol intayin qattiq ta'hdid ostida qilib, uydagilar, bolalari, oilasi shu mingdan ko'proq hujum bo'ldi bu ayolga. Hatto uyga o'q silingan libobida xatmi kelibdi. Agar shu Biden'niki hukuk o'tkazilish ishiga ketadigan pullarni sen chiqarmasang,
canınga canın bizning qo'limizda degandek ta'kidlansa deb işte qoldikin dalınçam bo'pti başlasang bo'ladi deb uni yo'l qo'ydi o'sha qo'yadi. Ama şu anda şu Amerika hükümeti gibi güçlendi. Andi medianiki bu ahvallardan bilsizlar. Hazır eğer mühim bir uçur lazım qilib internetten bu dalınçam faydası var mezmundaki birazdan izlesanlar işim çıkmaydı. Bular şu derece çekilmekte. Televizor neslemim şu aşındaq. Ben asasen Fox News'tan başkasını göremeyim ben hazır. İngilizce medyalardan. Göremeyim yine ikisi varlık. Newsmax degan bir var ekan. Ma o Dajiyaniki bir televizor var. O Dajiyaniki Xitoychisi var. Men Xitoychisini ko'rman. Newsmax'nikini tordagilarini ko'ryapman davomli. Hazır normal medyalarda mesela CNN, ABC degandek medyalarda bir haqiqiy uchurga erishgan bo'lmaydi hozir. Shu darajaga bo'lib ketdi. Fox News'ni yaqinda o'zgarib 3-4 haftaniki ish kuchi oldida biraz o'zgargan hozir ularning kurdiganlarniki soni 50% da tushib ketibdi mana shu gapning ichida. Saylandan keyin ularni biraz nacharlashib qarab mandi uni kim boshlig'i uni kontrol qilib hozir ashta qo'yadi. Shunga bu media sohasidagi zo'ravonlik kuch intayin qattiq rol o'ynayapti hozir. Ondan keyin iqtisodiy jihatdagi zo'ravonlik kuch. İqtisadi jihatdagi zo'ravonlik kuch deganimizda Facebook'niki shirkatning quruvchisi boshlig'i hozirgi aytib boy adam. O Amazon, ondan keyin Amerikada George Soros degan bir adam bor, daniq adam. Ularning hammasi mana shu Trumpga qarshi tashkilotlarga pul berib, ashlarni Trumpga qarshi bilan tashlag'izdigan ishlarni qilg'izgan ahvollar intayin ig'ir. Hozir bu ishlarni pash bo'yotdi, birdan pash bo'yotdi. Umuman mushundaq hozir darhol tilga olsak mushundaq 5-6 xil zo'ravonlik kuchlar bor Trumpga qarshi. Bular hammasi bu qadam qisqalamda rol o'ynaydi. Endi dastlabida men gapni boshlagan vaqtimda xo'shallanarlik taraqqiyotlar bor dedim. U nima desanglar, Donald Trumpniki advokatlari hozir endi mushqatimki saylanda ko'rilgan mush saxtpazlik, jinoiy ishlar qarta umumyuzlik qonuniy ish boshlandi bo'la. Bu yerda 4 grup bor qonun gruppasi var. Qonun gruppasının 4 grubu var. Donald Trump için işleyatқан. Onun birincisi o'ziniki advokat gruppasi, onun başlığı Giuliani degan adam. O'tgan azroq gapini qilib berdim. 11 sentabr vaqasida Amerikadagi bu adam New Yorkniki shahar boshlig'i, New York shahrining shahar boshlig'i. Shu joydan ko'z ko'rgan o'zi advokatlik qonun sohasi adam o'rinlandi. Shu soat o'qigan adam. Bu adam Donald Trumpniki advokatlar gruppasiga mas'ul. Ular hozir shu talash tortishda qilib qolgan 6 shtatlarniki ko'pinchisida arzlarni sunib bo'ldi. Shu yerga bo'lgan saxtalik, jinoiy ishlar haqida. Ondan boshqa yana 2 advokat bor. Birisi Lin Wood degan adam. Uning deputatga azroq qilib berdim. Bu intayin daniq adam. Bu adam o'z oldiga qilyotdi. Bu adam o'zini xalqning advokati deb o'tirg'i chiqib, mushqatinqi saylamdagi ko'rilgan masalalarni qonun bo'yicha bir taraf qilish asosida ish yapyapti. Bu odamniki kuchini biroz chiqqan soha shu saylam biletni sanash jarayonida, bilet tashlash, bilet sanash jarayonida ko'rilgan odamlarning aralashishidan ko'rilgan har qism saxtapazlik ishlari. Buni kuchaytirdi bu odam. Anandagi yana birisi Sidney Powell degan ayol. Bu ayol aslida Amerikadagi Federatsiya sudiniki sotchisi burun. Shu ishiga ayol, umuman aytib daniq ayol. Hozir o'z oldiga bir shu qonuniy arz qilish ishini boshlayapti. U ayolniki chinoq tutayotgani Dominion degan bilet sanaydigan mashina. Bu mashina bilan munosabatlik intayin ig'ir jinoiy ishlar bor ekan. Hozir xiljiqlar o'tirib chiqib, bu ayol uni için tutib aşağı ishlab beryapti. Bu mashinaki yasalgan yeri, yumshoq detalning chiqishi, masalan, yumshoq detalni Menenzuelada chiqqan yumshoq detal ekan. Bu mashina ishlatgan shtatning 28 bor ekan Amerikada. 28 shtat ishlatgan. Ondan keyin buniki shu bilet sonini kontrol qilish jihatda Xitoyning qo'li bor ekan. Hozir bu ayol bu jihatda ish yapyapti. 4-chi guruhga, biroz kichikroq guruhga ma'lum 3ga qaragan joyda ular ancha ish yapyapti, ba'zilari rad qilinibdi. Lekin ish yapayotganlar bor.
asasligi şu oldingi 3 cho'ng gruppalar cho'nashib beryapti. Shunga bu saylanıp ko'rilgan ahvollar odamni davomli cho'chitadi. Odamni cho'chitadigan yangi uchurlarga erishyapmiz biz. Erishyapman men medialar, cho'ng medialardan emas, boshqa manbalardan. Lekin anda hozir salomon xabarda bor. Donald Trump golf o'ynab yuribdi. Sababi nima desanglar, hozir qo'lga tushgan isbot intayin ko'p. Keyingi muhim masala Amerikadagi sotchilari ash isbotlarni o'tirg'a chiqib, bu dilolarni isbotlashga yo'l qo'ymamdi degan bir masala bor. Shundaqdimi buniki qonuniy yo'l bo'yicha to'g'ri hal bo'lishida umid intayin cho'ng. Nimishqa degan chog'da bu hozirgi bu ishlar Amerikaniki shu Amerikaning demokratiyalik qimmat qarshini qo'g'daydigan xalq bilan bir xil qora kuch yoki shu Amerikaning hozirgi sistemini ojizlashtirib sotsializm yo'lini minishni yoqlaydigan Xitoy bilan yaxshi yutib ashaqadagi yamir kuch o'tirsidagi kurashdak biriga berib ketdi bu. Buningda endi Donald Trumpni qo'llaydigan kuch shu xalq jihatdagi uyg'unish intan kuch bir cho'ng yuqori bir saviyaga yetdi. Masalan, şu 24-27 kuni CNBC degan bir media var. Şu 24 kuni bir qatam bir raysanış qilib ekan. Epasa şu Trumpni qo'llaydigan, Trumpni qo'llab tashlagan odamlarning ichidagi 73% kishilar Trump futdi deb o'ylaydi ekan. Trump bilan tashlagan odamlarning 73%. 25% bu qatam saylanmadan natija chiqmaydi deb o'ylaydi ekan. Faqat 3% odam Trump futdi deb o'ylaydi ekan. Bu odamlar nima odamlar desanglar, oldingi bir haftada Amerikaniki 50 shtatida bo'lgan namoyishni ko'rdinglar. Shu namoyishga qancha odam chiqdi? 1 million odam chiqdi boshlangan desangiz dilamkan. Ash odamlar. Mush odamlarniki 73% Donald Trump futdi deb qaraydi ekan. Anondan keyin shu 50 milliondek shu Trump qabul tashlagan kishilar hozir nimadan Trumpdan hargiz Bidenning tutqanligini e'tirof qilmaslikni talab qo'yibdi hozir. Ashta bu boshqa bu yerda bir nayt kuchli bir kuch bor. Men sizlarga burun degan bu Donald Trumpni qo'llaydiganlar ichida cherkovga boradigan davomli, cherkovga boradigan dindorlar ko'p. Bir xil e'tiqodi bor odamlar ko'p. Amerikaniki shu ballardan askari bir Amerikani shu harajatni qo'g'dab, Amerikani qilib ketayotgan odamlarning xil ko'p qismi Trumpni qo'llaydi endi. Ashta bu boshqa mush bir kuch Trumpdan oqsidi bu hozir. Ashta bu boshqa bu qatam qilishdan chuqur oxirida bir adolatlik natija chiqadi deb men shaxsan shuni ishonaman. Hozir shu jihatda obdan qadamlar ilib berilyotdi. Birinchi qatamliq sotdagi isbot berish bir faoliyati chorshanba kuni bo'ldi. Shu o'tib ketgan chorshanba kuni bo'lgan juma 2 kun oldida. Birinchi qatamliq bo'ldi. Tungi kun payshanba Amerikada minnatdorlik bayrami bo'ldi. Bo'lgan yana shuning davomi nuriyalar arinib ketdi. Ashta bu boshqa isbot berish ishini to'xtab qoldi orliqda. Lekin dushanbadan boshlab bu shu talash tortish qilayotgan boshqa shtatlardan elib berilmoqchi. Hozir bular planlanib bo'ldi endi. Isbot berish ahvolida o'tirib tushayotgan bu isbotlarmi ajoyib. Masalan, chorshanba kundagi Filadelfiyada berilgan isbot berish yig'inida shu ahvolni bildirgan bir odam bir ahvolni o'tirib qo'ydi. Shu dastlabda bilet tashlash tugab, biletni sanashga boshlagan chog'da Trump Biden'dan oldida mangan. İkisi tam o'sgan, lekin Trumpning o'sishi tezroq bo'lgan. Keyin ularni to'xtatib qo'yib, bilet sanashni. Bilet sanashga qatnashganlarni armiyalarga deb 1,5 soatlik armiyalashga qo'yib etib, shu orliqda bilet tashlash mashinasiga bir narsalarni qilib, undan keyin qayta sangan vaqtida 600 mingdek bilet sanalgan. 600 mingdek. Andan keyin shu odamdan so'radi, bu 600 ming biletdan Bidenga tashlaganlar qancha, Trumpga tashlaganlar qancha deganda, Bidenga tashlaganlar 570 mingdan ko'p. Trumpga tashlaganlar aran 3200 deb dedi. Deganda so'rindikilarning hammasi paraqib kulishib ketdi. Hayron qilib.
570 mingdan ko'p bilet Bidenga berib, ana 3200 bilet Trump'a bağlı deb başaraq bir gapni degandi. 3200 mi? 3200 deb aldım ben. 32 ming bo'lishi mumkin. Ish qilib Trump bilan ishlash mumkin emas. Ashta bir ahvol o'tirib qo'ydi. Shu hozirgi taraqqiyot mushundaroq ketyapti. Andan keyin shu bu qatimqi salamdan burun medialarniki o'ynagan roli to'g'rilikmi hozir o'xshamagan sohadagi kasbiy sohadagi olimlar o'tirib chiqib har qism soliq ma'lumotlarni o'tirib qo'yadi. Masalan, bu qatim shu Facebook, Twitter, shular Bidenga bilan tashlash jihati intayin kuchab, Trump bilan tashlash sohasidagi uchurlarni chiqarmay to'sib boshlab qolgan. Hozirgi hisobga chiqish narsa qaragan chog'da agar ashundoq tartib tashviqot bo'lmagan bo'lsa, shu bilan tashlash Bidenga bilan tashlagan odamlardan 4% dagi odam Trump tashlaydi deb hisob sonlarni chiqardi. İnternetdagi rivojlanishlik bo'ldi deb. Bu yerda 4% odam Bidenga bilan tashlagan 4% odam agar Trump tashlagan bo'lsa, Bidenniki 8% kamlaydi degan gapda. Hozir ilishga 4% yo'q, lekin burun qisib qo'shgan 4% odam mezi ketib qolganda, uni elib mezi qo'shsangiz, Donald Trumpniki 4% ko'paydi. Trump nima Biden'inki aslidagi 4% mi yo'q, lekin Biden tashlagan boshqa odamlardan 4% kamaydi degan gapda. Boshqa bo'ladi. Shu mushtaq sonlar o'tirib chiqyapti hozir. Shunda qilib 6 shtat hozir mintaqi tilash tortishida men sizlarga degandim, hozirgi natija bo'yicha qaragan chog'da mush 6 shtatning 3i Donald Trumpga kelsa, Donald Trump o'tib ketadi. Endi yaqinda chiqayotgan yana ba'zi xaritlar bor, Amerikaning xaritasi bilan tashlash ahvollari. Endi shu mashinani o'zgartib orliqda Trumpning biltini Bidenga yeb bergan ishlar, andagi xalqlarni kontrol qilib turib bilan tashlashga ahvollar. Mushlarning hammasi agar bo'lmay normalni saylanmagan bo'lsa, Trumpniki utgan bileti 200dan oshdi degan narsalarni o'tirib qo'ygan odam bor. Bidenniki 128 Trump'niki 200'dan ko'p bo'ldi degandek narsalar bor. Bu rasmiy xulosa emas, lekin ashtaq farazlarni o'tirib qo'yibdi kishilar. Hozir shu bu ishlarning oqqarini qonun jihatdan oydinlashtirish ishi davom etyapti. Shunga biz yana biroz saqlashimiz kerak. Endi bir qancha kunlar bor biz esimizda tutishga tegishlik. Birisi 12 oyning 8-kuni. U chog'da shu Amerikadagi har bir shtatdagi har bir noila o'zlariniki bilat sanash ahvolidan xulosa chiqish kerak ekan 8-chilar. Ondan keyin 12 oyning 14-kuni shu Amerikaning saylamga mas'ul yuqori darajalik o'rni yakun chiqardi ekan, saylamandaq bo'ldi. Agar shuning uchilik bu saylamdan natija chiqmasa, masalan hozir bir ehtimollik, mana bir ehtimollik bor. U qaysi degan chog'da Mavtunugilarda men bir qism videolarni ko'rdim. Masalan, Georgia degan shtatda tashlagan biletlarni hisoblam yetib tashlab kelib turibdi. Cho'ng mashina borib, ashta qolgan narsalar bor. Amerikada bizmi pochta orqali bilet tashlagan vaqtimizda adresimizni, ismimizni hammasini yozamiz. Andikin Lipapaga imzo qo'yamiz. Lipapaga imzo qo'yamiz. Aslida bu biletni sanashning to'g'ri usuli. Biletni sanaydiganlar oldindan Lipapadagi imzo, bizning ismimiz, adresimiz, andaki imzo qarab, imzoni kompyuterda biz burun tizimlatgan vaqtidagi imzolarni solishtirib, andikin biz tizimlatgan adam bo'lsak, andikin Lipapni ichib, biletni olib qoladi, Lipapni tashib etadi. Hozir endi shu xil bir qism yerlarda Lipaplarni tashlab hisoblam yo'q qilib bo'pti buni. Ashta bu boshqa bu aslidagi Lipapning sirtidagi uchurlar to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Odamlarning imzosi to'g'ri ekanligi ma'lum belgili olmagan ahvol kelib chiqdi. Buni albatta men degandek Georgia degan shtatdagi bir noyisida butun nurg'un biletlarni kesib yo'q qilyapti hozir. Ashta bu boshqa agarda hozir bir ehtimollik shu talash tortishib qolgan 6 shtatniki saylam natijasini inkor qilish mumkin. Uni agar rad qilib qolsa, Bidenmi 270 biletga erisholmaydi, Trump 270 biletga erisholmaydi. Bunda ahvolda bir alayda saylam yapar ekan. U chog'da Amerikada shtat bo'yicha yana bir qator saylam yapar. Bu chog'da Avam palatasi bilan Kengash palatasining a'zolari
bilet taşlaydı ekan. Taşlab, u çağda bir ştatniki faqat birlam biletini çıkıdı ekan, bir biletlam çıkıdı ekan, bir ştatniki. Aşta çıksa 26 adam utudu deydi. Eğer aşpın çıksa, Donald Trump utup keldi ekan. Yani ştat boyunca işte Avam Palatası'yla Kenç Palatası'nın azaları bilet taşısa Donald Trump tutup gidiyorken. Bunun sebebi ne desem Kaliforniya'da Avam Palatası'nınki 438 mu 437 mi işte azası var. Ondan keyin Kenç Palatası'nınki 100 adam var. Kenç Palatası'nın harbiy ştatı 2'den kalgan Avam Palatası'nın azalarını taslim koyatken şirketlerge. Kaliforniyanınkilardan üzüldüm 59 adam var. Avam palata azasıdan. 59 masiden torun işkini koşkanda 61 oldu deyen gep. Bu Kaliforniya ussa 61 adamın bölti aran bir hesaplandı deyen gep. Qağaç ştatlarda ahval bununsa oxşamaydı iken Cumhuriyetçilerdeki gelaygan sanı köprak iken. Cumhuriyetçi ştatlar köprak sanı gelaygan. Aşağı bu başka muştaq usulu boyunca bilet taşaş bop qalsa eğer Trump tutup gidiyordu deydi. Yani bundan neticeler birinci ayındaki 6. gün çıkıyor ekan. Şuna çok biraz vaqt var. Aşağı bu başka qalgan narsalarga ishonmanglar. Albatta men degandek o nima Biden hozirlik o'qit o'tkazilish ishlarini boshladi, buni Trump ruxsat qildi. Bu qandaqdir Trump o'zininki utib olganligini iqror qilganlik uchun emas. Hozir aşağı bir qism zo'ravonlik kuchlarining tahdidi bor Amerikada. Aşağı bu başka Trump'ın hukuk ahırın neticinde bular barabir belirleyemeydi deb anda kuvvetti. Andan keyin Avrupa'daki xiljiq alla Biden'ni tabriklab o'tganda bir narsalarni qilgan. Lekin tabrik so'zini qaysi tarafida qildi shuni diqqat qilsanglar bo'ldi. Buni rasmiy yo'lladimi yoki Twitterda tabriklab qo'ydimmi degan. Texi rasmiy yo'llagan hukumatlar ancha ko'p emas dunyo bo'yicha. Shunga andaq narsa ishlanib qolmanglar. Xitoy Tünögümü bir nögümü resmi Xi Jinping tabriklash xati aytibdi Bidenga. Xitoyniki boshqacha maqsadi bor. Xitoymi hozir amaliyotda Amerikada nima ish bo'layotganligidan biladi. Qonun jihatdan bu salamdan xalos chiqmaganligini biladi udan. Lekin hozir Donald Trumpniki qonun qo'shininiki chunqurlab tekshirish bilan Xitoyning qo'ng'ishini qilyotadi. Mush saylamning aqsidimi Xitoyning bog'ligi pasha o'qiyotadi. Aşağı bu başka andi Xitoy hozir sal jiddiyleşti. Jiddiyleşip andi Biden'ni yüklep imkan var şu qatımı saylamda Biden'ni ututilganda qilmasa üzgün işlerime paş olup ahırda aqibet yaxshi bo'lmaydiganligini his qilib ular hozir shundoq bilasanki turkisi bilan nimaga Bidenga tabrik xati yo'llashga majbur bo'lib qolyotadi. Shunga bu narsaniki hech qaysi bu saylamdan haqiqiy xulosa chiqqanligini bildirmaydi. Ben Amerika'daki sistemisi intayin işini çoğun bu işten adaletlik netice çıkıdı. Eğer Amerika'daki bu kadımki şu prezidentlik sayılımında adaletlik netice çıkmay, Biden çıkıdı karşı yapasa, Amerika mu karanlık kırap mamadı dünya maçta oluş mümkün. Nayet iğri akıbetle kep çıkış mümkün. Şuna merkez azırak dedim, hazır bazı termler var, sözler var. Dünya miqyasidagi ruxsat deydi. Dünya miqyasidagi tartibni qayta o'rnatish bu deganda gaplar bor. Endi Amerikada ham mushqatim qilmish saylov munosabati bilan nayta bir cho'ng silkinish bo'lganligi hozir baxansiri oydin bo'lyotdi. Ehtimol ikkinchi xiljiq odamlar tutilishi mumkin. Tutilishi mumkin. Ashta bir ahvollar bo'lishi mumkin. Meniki Amerikada shunday bir qobiliyat iqtidoriniki sistemning bog'liqi ishlaman. Çoxum bu işlerden bir adaletlik netice kelip çıkıyordu. Adaletlikle netice kelip çıksa, hani bizim başka ilacımız yok. Biz şunun içinde yaşayacağın gap endi. Şuna saylamı hakkında müşincelik dep berey. Endi ikinci temi görsek, arkamdaki logonu gördüңлар. Bu Uyghur Info degan bir logo. Bu nima ish desanglar, Uyghur Project fonduniki ostida yaqında biz bir Uyghur axborot markazi qurdik. Aslida buni ayrim qilib, ayrıntisini taylayda shu bizniki Uyghur Project fonduniki advokat bilan kurashsak, bu qildigan ish o'xshash bo'lganligi uchun Uyg'urlarni chet elda saqlab qolish, Uyg'urlarning madaniyati, tili, urf odati kimligini, Uyg'urlarning milliy kimligini saqlab qolish
Mıhtaq iş astidagi iş bo'lganligi uchun ayrim tizimlatmasanlar bo'ldi dedi. Ashta bo'g'ashqa buni ayrim tizimlatmadik. Uyg'ur Project fondining ostida Uyg'ur axborot markazi qurildi. Bu markazniki qildigan ishlarida ikki cho'ng tarmoq bor. Uning birisi Uyg'urcha. Uyg'urchada biz bir video chiqarmoqchi, har haftada birdan video program. Uning ismi Uyg'ur axborot markazi haftalik programmasi bo'ladi. Xudoyim bo'lsa birinchi soni ati chiqadi. Ati kurslar uni. Bu Uyg'urlarga qaratilgan qismi. Endi bu yerda men eskartib qo'yganim, hozir chet elda Uyg'urlarniki mushtaq video programmalari intayin ko'p. Meniki men va men bilan ish qiladigan Uyg'ur ziyolilarniki prinsipi biz qisqadan bozorga kirmaymiz. Boshqalarning qilayotgan ishini biz qilamiz deb turib olmaymiz. Ashta bu boshqa sizlar erda boshlab ko'rsizlar, biz chiqaradigan video mazmun jihatdan boshqalarga o'xshamaydi. Uniki asosan cho'ng jihatdan 4 cho'ng mazmuni bor. İkisi men hozirga qadar qilib kelgan ish. Vatandan kelgan yangi uchurlar bunun birisi, andikin chet eldagi mana shu bir hafta ichida yuz bergan muhim ishlar. Bu ikkinchisi, uchinchisi siyosiy muloyiza, siyosiy analist xarakterlik bo'ladi. Buningda biz eng yangi xalqaro vaziyatda vujudga kelgan eng yangi ahvollarga qarata biroz chet eldagi qarindoshlarga chuqurroq tushuncha berish bu ishning qandaqligi haqida. Bunu qilmoqchi. To'rtinchisi biroz jonliq. Uni biz o'zimizdagi ehtiyojga qarab turib, ba'zida chet eldagi qarindoshlarga xitobnoma e'lon qilishimiz mumkin, chaqiriq e'lon qilishimiz mumkin. Ba'zi joylarda ba'zi bir ishlar uchun yon to'plash faoliyati olib boramiz. Ashtaq ishlarni biz 4-qismida e'lon qilmoqchi. Shunga birinchi proyektni, birinchi videoni ayt kurslar. Shunga men bugun vatan haqidagi uchurlar, yangi uchurlarni bu yerda demayman, uni ayt kurslar. Shunga albatta men degandek, men buni qilib kelgan ikki mazmun, vatandan kelgan yangi uchur va navbatdagi vaziyat haqida. Bu ikki mazmun shu biz chiqarmoqchi bo'lgan yangi programmaga kirib chiqdi endi. Meniki va men bilan bilish qilayotgan ziyolilarniki xabarlarda bor. Men necha 10 ziyolilar bilan ish qilaman. Bu men bilish qilgan ziyolilarni ko'pincha sizlar bilmaysizlar. Sababi nima desanglar, ular namataq, obro'y, urun, to'hfa ish bilan xo'sh yo'q. Faqat millat uchun ish qilaman deb turayotganlar. Shuning uchun jimjit qiladi bizlar hech qanday tarafdorlik varanchiron qilmaymiz. Ish qiladi ular. Lekin bosh narsani talashmaydi qat'i. Ashta bu boshqa chetadagi nurg'un qarindoshlar bilmaydi. Bu ziyolilar dunyoning hamma yeriga tarqalgan ish qilganlar ashta kishilarda. Shunga maishnimi biz hammamiz o'p chiqilamiz. Endi men chiqarayotgan videoga sal o'xshamaydigan bir narsa bor. Buni sizlarga eskartib qo'yay. Masalan, men bu videoni qanday qilasizlar desanglar, avvalida men misol qimmatli bir narsa uchratsam, uni yig'ib qo'yman bir yerga. Vatandagi uchurlar mana shunday. Vatanga uchurlarni o'xshamagan yerlardan keladi, o'xshamagan kuni keladi. O'sha hammasini bir hujjatga tashlayman. Tashlab qo'yman. Juma kuni bo'lamdi, shanba kuni bo'lamdi, bir necha soat vaqtni sarf qilib, ularni sal radlab, uni sizlarga so'zlab beraman hozirgidek. Vaqt jihatdan ko'p vaqt ketmaydi. Men so'zlaydigan kun tayyor qilaman asos jihatdan. Qolgan kunlari uchun yig'ib qo'yib. Lekin endi bu biz rasmiy video chiqaramiz desak, bundan sal o'xshamaydi. Men shu narsani sizga tushuntirib qo'ymoqchi. Biz uchur yig'imiz. Bundan keyin bu masalan vatan haqidagi yangi uchurlar oldidan mumkin keladi. Chetadagi qarindoshlar menga mumkin keladi. Uni men shu video chiqargan guruhning mas'uliga beraman. Anikin xalqaradagi cho'ng-cho'ng ishlarniki uchurlarni shu guruhdagilar yig'adi. Bu birinchisi uchur yig'ish. Ikkinchisi buni shu adabiy tilda videoda so'zgidek bir holatda yozib chiqish buni. Bu ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqich buni o'qib ovozli hujjatni barpo qilish. Bu uchinchi bosqich. To'rtinchisi shu ovozli hujjatlarni boshqa video rasmlarga kirishtirib video yasash. Biz 4 bosqichni talab qiladi biz rasmiy chiqadigan video. Ashta bu olish uchun biroz vaqt ketadi ekan. Meninkidek o'zim chiqib so'zlaganda tiz bo'lmaydi ekan bu. Shuningga masalan men juma kuni kelgan uchurlarni deyalayman yerda. Ba'zi kunlar shanba kuni video yasasam, shanba kuni kelgan uchurlarni deyalayman. Lekin videoga unda qilib bo'lmay ekan. Uni shuman shanba kunlari tayyor qilgan ishni qilib bo'lmasa bo'lmay ekan. Shunga eng juma shanba kuni kelgan uchurlarni kirzamay qilishimiz mumkin. Bundan xabardor bo'linglar. Lekin
ish qildigan qarindoshlar millat uchun atib aytgan abaytaman degandek hech kim talab qilmay ishlam qilgan qarindoshlar bizning bu ishlarimiz asosan fidoyilarniki kuch bilan bo'ladi lekin shu agar biz ozroq haq bermasak o'ziniki jonini beqish oilasini beqish imkoniyati yo'q qarindoshlar bor ularga biz ozroq haq bermoqchi endi bu yerda magapni tilga ilishimdagi bir maqsad men Facebookda 5 qatim yan to'plash yapadim uniki dastlabki 2-3 qismini o'zimning nomida yapadim keyin Uyg'ur Project Fondining nomida yapadik buniki mishchilagan 4 qatimlik pullarni biz hammasini konkretni qilgan proyektlar bordi ularga bir bo'lib pullarni shularni o'zlamkin hozir bir siqib qoldi ozroq shayni pulsima men yaqinda o'tmoqchi men birinchi qatimda Facebookda bir yan to'plagan chet el tilidagi tashviqot markazi edi o'tgan yilniki 7-oylarda boshlagan buni boshlab pul yiqqan qilibdan pul yig'ilgan ana shu chog'da shu ishni qildigan bir guruh odam tashkillanib bo'lgan kim ishni qilamiz deb tursak yana bir muhim jiddiy chiqib qoldi chiqilib biz mashqqa tashkillagan guruhdagi uklarning hammasi osh kirib ketdi kirkitib u ishni qilib keldi toki yig'ingachilar ashta bo'g'ashqa asli qilamiz degan ish tashlanib qoldi mush qatim shu qatimda yig'ilgan pulni shu Uyg'ur axborot markaziniki bir qism chiqimiga ishlatmoqchi shu bularni maslaga deb qo'yay mendeki pullarniki pullargachilik sentlargachilik yezig'liq shu buncha bo'ladi men unda azroqni shu chet el tilida tashviqotli video ishlash bilan shug'ullangan qarindoshlar azroq bir qismini qashildim lekin qolgani bordi buni qashlaymiz endi mening bu yerda bir kuchat deydigan bir ishim abaytaman degandek bu men bilan ish qiladigan ziyolarning hammasi namataq shon sharaf shuhrat o'rin töhbə nimdemiz mansab bu narsalardan qattiq xush yo'q faqat millat uchun xizmat qilsam deydigan kishilar amalan men faqat Allohning oldida javobgar deydigan ashta ish qilib fidoyi ish qiladi bular hammasini o'ziga boshqa xizmat bilan fidoyi ish qilib ko'pinchisida endi bu birsi yana birsi bu ish bu butun uyg'urlarga qaratilgan ish ma'lum ashta boshqa siz dunyoning qayerda bo'ling hozir qanday kasb bilan shug'ullanib maoshini qolaysiz bu axborot to'plash ishini bu yerda ikki cho'ng mazmun bor birisi uyg'urlar uchun video ishlash ikkinchisi chet elliklarni axborot bilan ta'minlash buniki konkret ahvollarini demayman men bir qismini keyin ko'rsatasizlar agar sizlar ba'zi videolarda oq ko'rinishda mana ko'rinishini ko'rsanglar logoni Uyg'ur axborot markazi ekan deb tushansanglar bo'ladi bizning bir tor betimiz bor tor betimizniki qurilmasi chiqib bo'ldi ko'rsam kiralaysizlar uygurinfo.org mazmunni to'ldirmadik bu tor betiniki bir alayligi uning ichida 15 ta kategoriya bor shu Uyg'ur fojiasi haqida 15 kategoriya bor masalan irqiy qirg'inchilik jazo lageri Uyg'ur bolalar lageri deganga o'xshash biz har bir kategoriyaga inglizcha musahada chiqqan muhim maqola dokladlarni hammasini yig'imiz biz bununla chet eldagi muxbirlar va tadqiqotlar shug'ullanayotgan xodimlarning intayin cho'ng ehtiyoji bor mendan necha kun oldida Angliyadagi bir muxbirlar guruhi shu Sharq Turkistondagi jazo lageriniki urilish ahvoli va har bir lagerdagi odam sonini ta'minlab bersang deb savol so'raganda men shu hozir qadar yaqinda e'lon qilingan bir qism maqola dokladlarni yig'ib o'tib berdim bularni endi shu uchurlar mishay kirdi buniki motor betiga buni keyin yana tashkil qilamiz biz videolarda deymiz hozircha ismlari qolsin uygurinfo.org tor betining ismi shaga kirib mush kategoriyaga kirsa shu har bir o'xshamagan kategoriya bo'yicha yaqinda e'lon qilingan maqola dokladlar hammasini topqilgan qilmoqchi hozirda u qismi hozirda faqat ismlar bor ishida quruq buni amlar to'ldiramiz endi mushda torbeti WordPress degan yumshoq detallardan yasaldi uni kasbiy shirkat yasadi uni WordPressda WordPressga usta inilar bo'lib qolsa mushta yordam qilay deb bizlar aloqalashsanglar sal odam kuchiga ehtiyojimiz bor bizniki mush torbetini bir ravurs bir shaklga kelmoqchi bu ishlar emas axborot qismi bular emas yana boshqa qismi bor sirtqancha chiqmaydigan axborotlar bor
Xudoyim bo'lsa, u sohada bir qism ishlarni qilmoqchi. Bu ishda biz hammalarniki yordamiga ehtiyojliq. Albatta men degandek, biz hech kim bilan talashmaymiz. Burun ish qilayotganlar qilavergan ishlarni sizlar qilayotganini biz qilmaymiz, takrorlamaymiz. Biz qilgan ishlar o'xshamaydi uningga. Faqat hech kimda qilmagan yerlarni qilamiz biz. Muhim bir narsa bu yerda hozir bizniki vatanniki, xalqniki bir ehtiyoji bor. Dunyoni eng to'g'ri axborot uchurlari bilan ta'minlashimiz kerak. Bizim qo'limizga shu soatda kuchmoqchi. Shunga bu ishlarni mushtaqda tushunsanlar bo'ladi. Bu vaqtda mushtaqtabga yana atidagi videoda yana azroq uchurlarni anglaysizlar bu vaqtda. Endi men qilayotgan video to'xtab qolamdi deganda, meniki aslidagi maqsadim to'xtab qo'yishdi. Aslidagi maqsadim endi rasmiy program ishlangandan keyin men qilayotgan mazmun ayaga boradigan bo'lg'achqa men qilayotgan videoni to'xtab qo'yay deb o'ylagandim. Lekin hozir endi chet ellik qarindoshlarniki saylam haqidagi ishlarga cho'ng ehtiyoji bor. Davomli qatnashgan, yozib turadigan qarindoshlar aloqa chiqib turadigan. Shunga saylam tugab bo'lg'uchi ish bo'lmagan chog'da videoni davomlashtirishim mumkin. Nima ish qilsanglar, bizniki chiqadigan Uyg'ur axborot markazi haftalik programmasiniki uzunligi 45 minut tarafida bo'ladi. 45 minut bir soat. Onunğa bu saylam haqida undaq kam kushada to'xtalib bo'lmaydi. Başta boshqa men bir mezgil shu saylamning oxiri chiqib bo'lg'uchilik chet ellik qarindoshlarni biroz o'zim egallagan, o'zim to'g'ri deb qaragan uchur bilan ta'minlashni davomlashtirish mumkin. Undan boshqa yana sizlarniki alayda savolingiz bo'lib qolsa, menga desanglar, agar u savolniki biroz umumiylik xarakteri bor bo'lsa, men tayyorlik qilib o'tirib so'zlab bersam bo'ladi. Ehtimol xabarlarda bor. Ben cemi 15 parça kitap tuzudum. Bunun 7 parçasını neşir kıldırdım Türkiye'de. 1000 parçadan. Kalan 8 parçasını PDF, kitap şeklinde torbete koyup koydum. Şu kitapta kırgızılgan makallalarındaki köp kısmı asasen vatandaki kırındaşlarda kelgan sualının cevapları. Ular mende bir sual so'ragan vaqtida bu sual biraz umumiylikka ega ekan. Bunun bir makalesi bir cevap vereydi. İzlenip tiyarlı kılıp qilgan. Şuna bundaki işni videoda qilsam bo'ladi. Agar umumiy xarakter qilib qolsam, men har bir odamniki shaxsiy savollarga javob berib olmayman video chiqarib. Lekin biroz umumiylik va ishlar qilib qolsa, yine ayrim video ishlab chiqarib sen tabriklasam bo'ladi. Men bu videoni qilaman deb xiljiq uskunlarni olgandim. Mikrofonim 3 qatam yap bo'ldim. Uni yapaqdim, buni yapaqdim. Qarindoshlar ovozi bek to'nkan deganlikni to'l almashtirib yurib, ahil ikrarlarni elib degandek ashtaxlarni qilib bo'ldim hozirga qadar. Yani şu an zürü olmasa ben yine video çıkarmam. Endi bazı qarindoshlar maqola yozamsiz, maqolangizni sig'im ketib deganlar bor. Deganlar bor, bunaqa gaplarni aytgan shu Xitoyda turganlardan ba'zi uchurlar keldi bu vaqtda. Hozir maqola yozishga toza ko'ngil yo'q. Bu kunda vatan haqidagi ichinchi xabarlarni anlatadigan bo'lgandan keyin ishlar bo'lib qolsa videolarni deb toz o'tirib maqola yozganga toz qo'lim bormayotdi. Ama bundan kim tirishib baqaman biraz Xudoyim bo'lsa, shu Uyg'ur axborot markazi ishlaydigan videoga bo'lsa-mu ba'zi bir qisqa narsani yozishga tirishib baqaman. Lekin hozir men butun vaqtim, zehnim shu Uyg'urlar haqida amaliy ish qilishga qarab ketyapti. Ehtimol sizlar diqqat qildinglarmikin, Facebookga chiqarib qo'ydim shu yaqin 10 kun ichida men 4 o'rin bilan söhbət ötküzüb oldum. Leksiya, seminar və söhbət Uyğur məsələsi haqqında. Bununki bəzilərini hazırlıqda YouTube videosu olub çıxıb oldu. Bulubmu İngilizcə tunuşlarını uçur bilan təminləmək olan qarindoshlar aş videonu öyrətib bəsənlər mən bugün çıxarıb qoydum Facebook'a. Angliyadakı bir o'rin bilan o'tkazgan söhbətni. Aşağıda Xitoy nima uchun Uyg'urlarni yo'qotmoqchi bo'ladi? Nima uchun bugun yo'qotmoqchi bo'ladi hozir degan savolga javob berganman. 7 soatda. Shu videoda to'liq bor bu inglizcha. Shu o'tmasdan xilobdan tushunchaga ega bo'lib qoldi. Endi mushkaplarni qilgandan keyin ba'zi Uyg'ur qarindoshlar Uyg'urcha so'zlab bersangiz bo'pti ekan dedi. Xudoyim bo'lsa, uni shu Uyg'ur axborot markazi haftalik programmasining birisida men so'zlab beraman. Qisqaroq. Undan shunda xabardor bo'lib qolsam. Endi qarindoshlarga bir o'tindiganim
Xitoy yaqinda shu chet elga uchur chiqaradigan manbalarni intan qattiq ujuqtiryapti. Kontrol qilyapti. Mayli Uyg'ur bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin. Hozir uchurga erishish intan tasib ketdi. Diqqat qilsanglar, meniki yaqinqi bir qancha programmamda vatandagi yangi shurbak ozlab ketdi. Bu qandaqdir Uyg'urlarning ahvoli yaxshilanish bo'lganligi emas. Uyg'urlar ahvollari nacharlashib ketadi. Intan nacharlashib ketadi. Ba'zilarini aytanglaysizlar. Hozir asosligi Xitoy hukumatı chet el bilan ancha-muncha aloqa qiladiganlarni intan qattiq tutib bordi hozir. Bu bizga nima uchun bunday bir holatga kirib qolamiz uqmayman. Har qatim Amerikaniki Xitoyga qaratgan siyosati biroz qattiq bo'lib, bir amaliy, biroz unum beradigan tadbirlarni qo'llangan vaqtida yana bir Xitoyga foydali bir xil sharoitlar vujudga kelib qoladi. Hozir masalan shu Amerikadagi saylam Xitoy uchun yaxshi fursat bo'lib berdi. Hozir bizim vatanda Şarq Turkistonda Xitoyni vahshiy ishlarni qilyotdi hozir, lekin bunga bu uchurlar sirtqa chiqmayotdi. Albatta men degandek uchurni chiqirdiganlar azlab ketdi. Bu Xitoylarni qattiq kontrolga o'tib shunday bo'lgani uchun mening umidim, mening chet eldagi barliq qarindoshlardan kutadigan umidim uchur bo'lsa, axborot bo'lsa ta'minlanadi bizga. Biz undan intan yaxshi foydalanamiz. Nayt joyida foydalanamiz. Millat uchun qilgan bir ishimiz shu bo'lib qolsin. Ahiristlerden şunu ütünüp sorayım. Maqlamsa, bugün ben bu sözley, yemir qıttım kürüşküşçü aman bulunlar. Hayır hoş, Allah'a emanet. Uygur Ahbarat Merkezi ne obdan qollab qo'yinglar. Har bir sahada. Maqlamsa, hayır hoş, Allah'a emanet.